Chexiya Respublikasi Praga shahrida avtobus metroda yurish uchun mana shunday kartalar mavjud. Demak, siz bu xarita orqali 3 ta qizil, sariq, yashil liniyadan o'tuvchi metrolarni va undan tashqari mana bunday ko'rsatib o'tilgan avtobus bekatlarini ko'rishingiz mumkin. Sotib olingan bilet 1 kunlik yoki bir necha soatlik bo'lishi mumkin yoki 1 oylik, 3 oylik va hokazo. Siz barcha turdagi jamoat transportidan o'sha bilet orqali foydalanishingiz mumkin. Mana bunday xaritalar turistlar uchun juda ham qo'l keladi. Qayerda tarixiy joylar bo'lsa, shu ko'rsatib o'tilgan jamoat transporti bilan yoki bo'lmasa o'zlarini mashinasi orqali borib shu yerlarni tomosha qilishi mumkin. Biz uchun qiziq bo'lgan joy esa mana bu burchakda. Tashkentskaya, O'zbekskaya, Turkmenskaya, Tojikskaya, Kazakskaya, Kirgizskaya ko'chalari. Bu yerda juda ko'plab millatlar nomlari yozilgan, lekin biz uchun mana shu joyi aynan juda ham qiziq.